ustozlaringizdan olgan qaysi bir nasihat sizga qattiq ta'sir qilgan va o'sha nasihatga amal qilishga harakat qilib kelmoqdasiz? Niyatning ahamiyati va har bir ishdan oldin niyatni yangilab olish. Oliy himmat kishini nazdida buyuk ishlar ham kichik bo'ladi va himmati past kishini nazdida kichik ishlar ham buyuk bo'lib ko'rinadi. Shu maslahatlari, shu nasihatlari ilm olishdagi mashaqqatlarga sabr qilishlikka undaydi. La yunalul ilmu bi rohatil jismi. Ya'ni ilmga tana rohati bilan erishilmaydi. Mana shu menga juda qattiq ta'sir qilgan. Hozirgi kunda ham hayotimdagi eng asosiy shiorim bo'lib qolmoqda. Ilmga bo'lgan va dinga bo'lgan xizmat va maqsadni oliy qilish bo'ldi. Innal ulama warasatul anbiya degan hadisini ko'p takror qilishadi. Albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam moddiy bir meros qoldirmaganlar. Qoldirgan meroslari ilmdir. O'shaning uchun ham har qanday ilmni olishga harakat qilgan, uni targ'ib qilib, tarqatishga harakat qilgan inson albatta payg'ambarimizning merosxo'ri bo'ladi. Biz ham shu merosxo'rlikni umid qilgan holatda yo'lga chiqqanmiz.